pastda musulmon turadi, nasroniy, tepasida yahudiy turadi. Bu rasmni har bir inson o'zicha ta'riflarkan har doim. Musulmon namoz o'qib turibdi sajdada, nasroniy egilib turibdi misol uchun, yahudiy tepada tik turibdi, kitobini o'qib turibdi. Musulmon agar sajdadan qiyomga tursa, ustimizga yuk to'kiladi degan bir falsafiy qarash ham bor bu yerda. Bu uchta dinni asli manbai bitta edi. Inson edi manbasi. Yuqorida turgan, tikka turgan biz insonmiz, qolganlar inson emas dedi. O'rtada turgan Masih bizga keldi. Yuqoridagi ham, pastdagi ham xato dedi. Pastdagi biz Allohning aytganiga yurishimiz kerak. Tarixligicha qoldi. Agar o'sha ildizga bog'lana olsak, to'g'ri yo'lga chiqamiz degan umidda sajdada turibdi. Oqibatda baribir inson insonligicha qoladi. Sallasi to'ni bor odam o'lganda yechiladi. Jubbasi bor odamni jubbasi yechiladi. Sinagogdagi odamni ham bu o'zini kiyimlari, sochlari olib tashaladi, yechiladi. Inson qoladi. Qiziq bir falsafiy gap bor. Haqiqat yalang'och bo'ladi. Odamlar yolg'ondan ustiga narsaga kiyintiramizda, biz kiyim bilan go'zal ko'rinishga harakat qilamiz. Biz aslida yalang'och. O'shaning uchun haqiqat qiyomatda ko'riladi. Qiyomatda butun insoniyat shir yalang'och o'rnidan turadi. Haqiqatga yuzlashadi. Biz hozir hammamiz baribir Shekspir aytganidek maskadamiz.